Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, bugungi darsimizda o'tgan darsimizda vaqt alomatlarini o'tgandik. Bugungi darsimizda demak o'sha vaqt alomatlarini mashq qilib chiqamiz inshaalloh. Demak, bu darsimizga qadar siz demak o'tgan darsimizda berilgan vaqt alomatlarini ismi va amallari bilan yodlagan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va bu darsimizda esa mana shu o'tilgan darsni amalda o'qib mashq qilamiz inshaalloh. Demak, bugun yangi tekstimizga mana vaqt ma'lumotlarini qo'yib chiqdik. O'zimiz qo'lda nimaga qo'lda qo'ydik desak, demak sizlar ham mana bu kitobni PDFini chiqarib, mana shu xuddi mana shu usulda, mana shu joylarda vaqt alomatlarini qo'yib, qo'lda o'qib mashq qilishliklaringiz uchun bu kitobni PDFini Telegram kanalimizdan olsalar bo'ladi inshaalloh. Yaxshi, demak darsimizni boshlaymiz. Demak, tekstimizning lavhasi demak al-uzlatu boshladik. Va fi zati yawmin intaha. Demak, mana bu yerda yawmin intaha bu ketyapti. Bu yerda demak iltiqo sokinan qoidasi bor. Yodimizda bo'lsa, tanvin sukuli harfda yo'liqqanda tanvinni demak ichidagi nun sukuli nunga kasra harakat berib o'qirdik. Demak, mana shu mayda mavzucha yuzasidan qisqa video darslikcha tahlil qo'yganmiz. O'shani ham demak kommentariyaga ssilkasini tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rib va takrorlab olishingiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Abul Hajjaji ummuhu janiban deb o'qish kerak edi, lekin bu yerda lozim vaqt kelganligi uchun demak lozim vaqt qilish lozim degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bu yerda endi vaqt qilamiz. Vaqt qilish yodimizda bo'lsa, so'zni oxirgi harfini harakatdan qoldirish degan ma'noni anglatardi. Mana oxirgi harf bu yerda alif, lekin alifda hech qanday harakat yo'q, lekin vaqt qilganimizda biz nimani keltirardik? Yana harakatga qo'shib tanvinni ham keltirar edik, lekin tanvinimiz bor. Shu sababdan mana bu yerda ikkita fatha harakati, uni biri tanvinni alomat bo'lsa, biri harakat unida alomat bo'ladi. O'sha tanvinni alomat bo'lgan birini shunday olib tashlaymizda janiba deb o'qiymiz. Ya'ni shu o'zi hosil bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Va qala laha mahzuna. Men bu yerdan vaqt qildim, chunki kofiy vaqt kelyapti. Kofiy vaqtga demak qo'shib o'qish mumkin, lekin vaqt qilish afzal degan ma'noni beradi. Yana fathali tanvin bilan tugagan so'z kelyapti. Fathali tanvin bilan tugagan so'zlarni faqat tanvinni keltiramizda mahzuna deb demak vaqt qilib o'qiymiz. Bu esimizda bo'lsa, so'zlarni demak vaqt ya'ni oxiri tugashiga qarab ikkiga bo'lgandik, ya'ni tay marbutali tugagan so'zlar va tay marbutasiz tugagan so'zlar. Tay marbutali tugagan so'zlar umumiy bitta edi. Ularni ikki usul bilan vaqt qilardik, ya'ni o'sha oxiridagi harakatini keltirib, mana bu yerda harakat keltirilardi va ikkita nuqtasi keltirilib haga aylantirib o'girib o'qilardi, ya'ni uzlah bo'ladi agar shuni vaqt qiladigan bo'lsa. Xo'p, tay marbutalilarni esa 3 ta bo'limga bo'lgandik. O'sha ikkinchi bo'limi demak fathali tanvin bilan tugagan so'zlarni vaqt qilish. Demak, unga binoan o'sha bitta tanvin alomat bo'lgan harakat ketadi, mahzuna deb o'qiladi. Bu takror sifatida eslatma. Yana davom etamiz. Laqad tamada ashabunal afyalu fi jawrihim wa udwanihim alayna. Demak, mana bu yerda alaynada bu yerda tusaviy vaqt keldi. Tusaviy vaqtida demak vaqt qilish ham mumkin edi va qo'shib o'qish ham mumkin edi. Demak, bu yerda esa biz vaqt qilsak ham yoki qo'shib o'qisak ham bir xil o'qiladi, chunki oxiri mad harfi bilan tugayapti. O'sha bu sizlarni vaqt qilishni demak 3-bo'limi edi. Mad harfi bilan tugaganlarni vaqt qilish. Mad harfi bilan tugaganlarni vaqt qilish, ya'ni vaqt qilsak ham qanday bo'lsa xuddi o'shanday o'qiladi, chunki oxirgi harfini
harakatsizlantirishimiz kerak. Vaholanki oxirgi harfi o'zi harakatsiz, ya'ni mad harfi. Shuning uchun uni alayna deb 2 harakat cho'zib o'qiyveramiz. Qanday bo'lsa shunday. Xo'p, davom etamiz. Va khayrun li va laki ya ummah. Demak, mana bu yerda ya ummahda demak muroqaba vaqt keldi. Muroqaba vaqtida o'sha ikkisidan birida vaqt qilishligimiz kerak bo'ladi. Biz esa birinchisida vaqt qildik. Demak, ikkinchisida endi vaqt qilmasdan o'qib ketamiz. Fima ara an na'isha fi uzlah ba'idayni. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, fi uzlah va ba'idayni deb o'qib ketdik bizda. Chunki bu sinsakta vaqtimiz. Sinsakta vaqtimizda esa vaqt qilinadi. Nafas rostlamasdan tezda davom ettirilishi kerak edi. Biz ham xuddi shunday qildik. An haula'il lususil xoinin. Demak, mana bu yerda hasan vaqt keldi. Hasan vaqti esa demak vaqt qilish mumkin, lekin qo'shib o'qish afzal edi. Lekin vaqt qildik. Nimaga? Nimagaki man ko'p o'quvchilarimni o'zi ya'ni maslahat beraman shu narsani vaqt qilishlikni. Nimaga? Chunki bu yerda vaqt qilish ham mumkin. Boshlang'ich o'quvchilar esa demak nafasni ya'ni boshqarishni bilmaydi. Shu nafasni boshqarishni bilmaganligi uchun havo yetishmasligi bo'ladi. Buni natijasida esa o'qish sifatiga ta'sir qiladi. Ya'ni qoidalarni qo'llashga qiynaladi va sifatlarni ya'ni harflarni sifatini berib chiroyli o'qishlikka qiynaladi. Sifatli o'qishlikka qiynaladi. Shu uchun ham mana shunaqa to'xtash imkoniyati bo'lgan joylarda to'xtab, nafas rostlab, keyinini, ya'ni davomini esa sifatli, chiroyli o'qishligi uchun mana shu maslahatni beraman sizlarga ham. Demak, vaqt alomatlari kelganda to'xtash mumkinmi? To'xtab, nafas rostlab, undan keyin chiroyli qoidalarga asoslangan holda harflarni sifatlari bilan chiroyli o'qishlikni maslahat beraman. فإذا رأيت رأيي ورضيت عن هذا الاقتراح فلا تتواني في الذهاب معي إلى كهف قريب. Demak, bu yerdan vaqt qildik, chunki tusaviy vaqt kelgan. Tusaviy vaqtda esa vaqt qilish ham mumkin, qo'shib o'qish ham mumkin. Qad takhayyartuhu lisuknana jami'a. Demak, mana bu yerda lozim vaqt keldi. Lozim vaqtida vaqt qilish lozim. Wa huwa ala masafatin g'ayri ba'idatin min. E'tibor bersalaringiz, demak bu belgida ba'idatin min dedim, ya'ni vaqt qilmasdan o'qib ketdim. Chunki bu belgimiz esimizda bo'lsa, mamnun minal vaqf belgisi, bu belgida demak to'xtash mumkin emas. Ya'ni qo'shib o'qish shart, to'xtash mumkin emas degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun men to'xtamadim-da, to'xtamasdan o'qib ketdim. Xo'p. Hazihil g'oba. Mana yana demak hasan vaqt kelyapti. Va men yana nima qildim? Vaqt qildim. Nimaga? Chunki o'sha oldin aytganimdek, keyingi davomini sifatli qoidalarga asosan o'qishlik uchun demak men vaqt qildim. Hali biz demak o'sha sukunli nun va tanvin qoidalari degan mavzumiz bor, katta mavzumiz. Unda demak idg'om, iqlob, ixfo, izhor degan mavzular keladi. Demak, men shularni qo'llashlikda va undan oldin esa o'sha madlarni chuqurroq o'rganamiz. Ya'ni madlar bo'linadi asliga, far'iyga. Ya'ni katta mad deb tushunsak bo'ladi. Far'iy maddan katta madlar bor. Ular demak 2, 4, 6 harakatgacha cho'ziladi. Demak mana shularni amalni qilganimizda bizga ozgina demak nafas boshqaruvi va havo yetishmasligi muammosi yuzaga keladi boshlang'ichlarda. Mana shuni
oldini olish, bartaraf qilish yoki ozgina bo'lsa ham yordam berishlik uchun demak mana shunaqa qasam vaqtida ham demak vaqf qilib, nafas rostlab, dinini chiroyli o'qishligini maslahat beraman. Tusaviyda ham, demak lozimda ham, o'zi kofiylarda bo'ladi, vaqf qilishlik kerak, muroqaba. Faqat demak sinsaktada vaqf qilamiz, lekin nafas rostlamasdan tezda yo'qib ketamiz va mamnun minal vaqfda ham demak vaqf qilmaymiz, vaqf qilmasdan yo'qib ketamiz, chunki bunda vaqf qilish mumkin emas. Davom etamiz. Famaza anti qoila فارتاحت أم شبل لهذا الاقتراح السديد ولم demak mana bu yerda ham vaqf qildim, lekin nafas rostlamasdan nima qildim? Davom ettirdim. Chunki bu yerda sinsakda va kofiy vaqfi xuddi Qur'on kitobida ham shunday keladi. O'shanda nima qilamiz desak, xuddi sinsaklarni amalini qilib ketamiz. Ya'ni vaqf qilamiz, nafas rostlamasdan demak o'qib ketamiz. Walam tu'arid talbiyatihi. Demak, tusaviy vaqt keldi. Tusaviy vaqtida vaqf qilish ham mumkin, qo'shib o'qish ham mumkin. Wasarat min fawriha ila haythu yaquduha Abul Hajjaj. Xo'p, demak bu yerda yana lozim vaqfi kelyapti. Lozim vaqfida vaqf qilishlik lozim. Hatta wasala ila ma'wahumal jadid. Hasan vaqf kelyapti. Hasan vaqfida vaqf qilish mumkin, qo'shib o'qish afzal. Demak, bu yerda biz ya'ni maslahatga binoan vaqf qildik. Wastaqarra fil kahf. Demak, mana oxirida yana kofiy vaqt keldi. Kofiy vaqtida demak vaqf qilishlik afzal, qo'shib o'qishlik mumkin. Demak, bugungi darsimiz shu yerda nihoyasiga yetadi. Bugun demak mana shuni o'qib mashq qilishimiz kerak edi. Sizlarga demak uyga vazifa bo'ladi. Demak mana shu demak bo'limni bir 4-5 marta video bilan birgalikda o'qib mashq qilishdik va undan keyin esa o'zingiz videoni pauza qilib turib, mana shu yozuvni o'zini agar kitob chiqarmagan bo'lsangiz, kitobingizdan demak 20-30 marta o'zingiz o'qib mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Va o'qigan vaqtingizda demak vaqt alomatlari kelganda uni ismi va amalini aytib ketishni tavsiya beraman. Bu ham takror bo'ladi. Yodingizga juda ham ya'ni qolib ketadi inshaalloh. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr sog' bo'lasizlar. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz, keyingi darslardan qolib ketmaslik uchun kanalga obuna bo'lishliklaringizni maslahat beraman. Ma'assalama.